Selamünaleyküm. Kırgızistan halkı. Ben biz hazır Kırgızistan Suzak rayonunun Kurköl yani İtkişlagam deb koyadi. Şurada köçesi ketyapman. Mana bu hozir men ko'rsataman sizlarga. Mana asfaltdan arasi bir oy bo'ldi. Saylovga qancha oldu bugun masalan 28-dekabr bo'lsa, mana arasi bir oy bo'libdi. Mana hozir asfalt quyilgan, asfalt 1 kilometr yerga masalan asfalt quyishgan. Mana qarang. Asfalt ahvolini qarang mana. Şu asfalt mana shular hammasi. Mana qarang mana. Bir oyga qolmasdan asfalt to'kilib ketdi mana. Odam ba'zi yerlarda odam yurmaydi. Mana qarang ahvolni, mana qarang mana. Mana qarang mana, mana qarang mana. Bir oyga qolmasdan mana shu asfalt mana ichida yurib ketib yo'l yapmagan mana qarang. Uca hozir bahorgacha umuman qolmaydi bu narsa. Nasıl bir yağmurga, mesela bir kamera. Mesela o gibi 10 yılda traktörle tıkılmam koyacağım ben. Karı hal 20 metre 30 metrede şaka neler böyle yaptılar 20 metre 30 metrede. Bana karayım ben asfaltlar. Şu asfalt var. Kança Kırgızistan'da mücet kança pulunu acatken bu ya, kança pul ketken bu ya. Yani mana şu Suzak rayon Dev yani şu iş köçe boshqaruv direktori yo'l bo'yicha boshqaruv direktori Devda nachalik deb masjidlarda qayta menga duo qilindi. Buni nima qilyapman? O'zi bu yerda bir 50 yildan endi asfalt qurildi, mana shu 1 kilometrgacha. Uni ham qarang, shunaqa ham bo'ladi, ahvolni qarang mana. Bitta yomg'irga, mana bitta yomg'irga to'pot to'ldiryapti, mana qarang mana. Mana qarang mana asfalt ahvolini qarang. Mana shular bir oy bo'lgan asfalt. Ro'ylarda odam tushib ketadi yerlar ham bor. Bu qanaqa ish bu? Qanday narsasi ekan bu? Bu endi shunga mamlakat pulini ajratib, katta pullarni olib, shunaqa yuribdimikin? Bu chekkalarda biroq hisobga olmaydi. Qanaqa bu sapati yo'q bizda asfaltlar. Nima bo'lar, ko'mirda maydasidan qilib qo'yganmi bu narsani? Mana yerlar endi qolmaydi bu narsalar isham bu. Bahorgacha aniq o'tirmaydi. Uni Suzakka leringa kiraverish yerda ham xuddi shu qilib ketgan asfalt. Mana shu bitta qilgani to'g'ri ta'mir. Buni endi mayli endi bir 15 metr deydigan bo'lsak, mana bu yo'llarni endi umuman tushun bo'lmaydigan bo'lib ketgan-da. Mana qarang mana shu yo'llarni hozir qarang mana ko'rsataman mana shu. 1 kilometr ichida shuncha narsalar bor. Hammasi mana